2026-yili savdo bo'limimizni qanaqa qilib tizimli qurib, savdoni oshirish bo'yicha bugun gaplashamiz. O'rtoqlar, agar siz "Men hammasini zo'r qilyapman, sotuvlarim zo'r" desangiz, sotuv bo'limidagi raqamlarga qarang. 5 ta kelgan mijozdan nechta sotyapti? Bitta, ikkitasimi yoki 4 ta, 5 tasimi? Agar sizni mijozlaringizni 5 ta kelgandan 4 tasi sotib olmayotgan bo'lsa, demak, sotuv bo'limida nimalarni o'zgartirish kerak. Bugun aynan sotuv bo'limida nimalarni qursak, savdoyimiz 60-70% gacha, agar to'g'ri ishlasak, 2-3 barobargacha oshishi mumkin. Shular haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'rish tavsiya qilaman va albatta yoningizda qog'oz ruchka bo'lsin, chunki bugun kerakli qimmat-qimmat ma'lumotlarni yashirmasdan kartalarni ochib aytib beraman. Undan oldin bir o'zim tanishtirib qo'ysam, Kamina Ahrolxo'ja Rahmatxo'jayev 8 yildan beri ishxonalarning tizimini qurib, boshqarish bilan shug'ullanib kelyapman. O'ndan oshiq korxonalarning tizimlarini qurib, savdolarini 5, 6, 10 barobargacha oshirishga erishdik. Va hozirda O'zbekiston bo'yicha 300 dan oshiq biznes rahbarlari bizani shu metodlarimizni o'rganib, o'zlarini bizneslarida qo'llab kelishyapti. Bozorda eng ko'p kuzatilayotgan muammolarda mana shu sotuv bo'limida "Men biznesimni tizimlashtiraman, sotuv bo'limimni tizimli boshqaraman" deyishadi, programma o'rnatib qo'yishadi. Ammo CRMmi, Bitrixmi, SAPmi, SAP bor-ku. Shuni ichidagi programmalarni o'rnatib qo'yishadi. Lekin bitta muammo bor. Agar siz sotuv bo'limingiz uni programmalarni o'rnatishga tayyor bo'lmasa, ya'ni raqamli boshqarishga tayyor bo'lmasa, sotuvlaringiz ishlamaydi. Chunki ularning standartlarini to'g'ri qurmagan bo'lasiz, KPIlarni to'g'ri belgilamagan bo'lasiz. Sotuv bo'limida eski mijozlar bilan qayta ishlash uchun mexanizmlarni ishlab chiqmagan bo'lasiz. Biz bugun mana shu muammolarni yechish uchun nimalar qilish kerak o'rganib chiqamiz. Agar siz marketingga tikkan pulingiz osmonga uchib ketishini xohlamasangiz, sotuv bo'limida har bir raqamlarni bittama-bitta tekshira olishni xohlasangiz, sotuv bo'limidagi xodimlaringiz doim rivojlanib, menejerlaringiz o'zlarining xodimlarini zo'r boshqarishlarini istasangiz, mana bu quyidagi qadamlarni amalga oshirishingiz kerak. Birinchisi, ishxonangizni, o'sha bo'limingizni audit qilasiz. Nima narsam bor, nima narsam yo'q, sotuv bo'limida qaysi instrumentlar joriy qilingan, qaysilari joriy qilinmagan, xodimlarim nima instrumentlarni ishlatishni biladi, nima uslublarni bilmaydi, o'rganib chiqasiz. Ikkinchisi, maqsadni, ya'ni SSP degan jadvalni to'ldirib olasiz. SSP sistema sbalansirovani показатель, ya'ni har bitta voronkadagi qadamlarni reja bo'yicha necha raqam xohlayapsiz-u, necha raqam faktiskiy bot. Mana shuni reja fakt qilib yozib boriladigan jadval. Bu bo'yicha siz qachon qaysi raqamga erishishingiz kerakligini ko'rib turishingiz kerak. Uchinchisi, sotuv texnikasi jadvalini to'ldirib olishingiz kerak. Ko'pchilik sotuvchilarimiz 5 ta mijoz kelsa, atigi bittaga sota olishini sababi 4 ta 5 taga emas, funksiya foyda jadvalini to'ldirishni bilishmaydi. Uning ichidan kerakli ma'lumotni olib, mijozga odam tushunadigan tilda, mijoz tushunadigan tilda gapirishni bilishmaydi. Mana shuni qanaqa qilib to'ldirishni ishlatishni o'rganib olamiz. To'rtinchisi, qayta sotuv uchun nima ishlar qilish kerak? Oldin sotib olgan mijozlarimiz yana qaytib kelish uchun yoki ukalarini, qarindoshlarini, qo'shnilarini olib kelishlari uchun nimalar qilishimiz kerak? Shu haqida gaplashamiz. Beshinchisi, sotuv bo'limini nazorat qilishni to'g'ri, tizimli yo'lga qo'yishni ko'rib olamiz. Chunki sotuvchilar bu shunchaki 1 oy, 2 oy, 3 oy ishlagandan keyin bo'ldi, tajribali bo'lib ketdi, bu yog'iga zo'r sotib ketadi deb o'ylaydigan bo'lsangiz, adashasiz. Sotuvchilarning o'zi turkumlari bor. Ovchi sotuvchilar bor, fermer sotuvchilar bor. Kimdir birinchi mijoz bilan zo'r ishlaydi, kimdir qayta sotuvdagi mijozlar bilan zo'r ishlaydi. Qaysidir sotuvchilar qachondir opit ko'tariladi, tajribasi keyin tushib ketib qoladi. Qaysidir sotuvchilar motivasiyasi tushib ketganda uni ko'tarish kerak. Shuni mexanizmlarini doim nazorat qilib, to'g'ri boshqarishingiz kerak. Boshladik. Birinchi qadam, audit. Audit nimalardan iborat bo'ladi? Har bitta biznesda CGM degan narsa bor. Bu Customer Journey Map. O'zbekchasiga mijozlarni sizni biznesingizda yurish xaritasi. O'rtoqlar, siz agar biznesingizda nima muammolar borligini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta mijoz sifatida o'zingizni biznesingiz ichidan boshidan o'tib chiqishingiz kerak. Marketingda qayerdan topasiz, keyin qanaqa telefon qilasiz, qanaqa ro'yxatdan o'tasiz, kelganingizda sizni qanaqa kutib olishadi, kutib qolmayapsizmi, qo'lingizga nima berishyapti, keyingi qadamga o'tishingiz uchun programmalashtirib nima qilishingiz kerakligini aytishyaptimi, kelishingiz bilan sizga tovarni tiqishtirib, xizmatini tiqishtirib sotmayaptimi va sizga yordam berish uchun, sizni muammongizni yechish uchun harakat qilishyaptimi? Mana shu narsalarni tekshirishingiz kerak. Ko'pincha bo'ladi, 2-3 oy davomida ishlab yurgan xodimlar oldin mijozni og'rig'ini yechib, unga yordam berib, do'st bo'lishga harakat qilishadi, lekin vaqt o'tgan sari ular faqat tovar, mahsulotni tiqishtirishni boshlashadi. Mana shu xizmatimiz bor.
shu tovarimiz bor. Yoqsa oling, yoqmasa olmang degan gapga o'tib qolishadi. To'g'ri, tikkadan tikka premium unaqa gapirmaydi, lekin odatda bizning xizmatlarimiz shunaqa, sotib olsangiz bunaqa narx bo'ladi, mana bunaqa chegirmamiz bor, mana bunaqa xizmat ko'rsatamiz ga o'tib qolishadi. O'rtoqlar, bu juda muhim jarayon. Agar siz men sizga tovar sotmoqchiman, xizmat sotmoqchiman, oling deydigan bo'lsangiz, ular sotib olishmaydi. Chunki odamlar siz ularga sotishingizni yomon ko'rishadi. Bilasizmi, odamlar nimani yaxshi ko'radi? Sotib olish. Sotib olish uchun nima qilish kerak? Siz qistirishga, sotishga harakat qilishingiz kerak emas, ularni og'rig'ini yechishga harakat qilishingiz kerak. Men sizga bitta misol keltiraman. Biz alyumin, plastik eshik romlar ishlab chiqaradigan bitta sexni yurg'izishga oldik. Tizimlarni qurish bo'yicha. U yerda savdo bo'lardi. Masalan, aytaylik, 30 ming dollar oyiga savdo bo'ladi. Nima qilsak shuni 100 ming dollarga oyiga savdoga olib chiqsak bo'ladi degan savolni berishdi. Bu biznes nomi Well Winit. Ya'ni biz bilamiz, imzo, akfa, eshik romlarni ishlab chiqaradigan zavodlar bor. Xuddi shunaqa Wellwin degan sex plastik va alyumin eshik romlarni ishlab chiqarishadi. Men mana shu biznesni kuzatishni boshladim. Mijoz bo'lib gaplashganimda telefon qilibman. Allo, assalomu alaykum. Menga shu eshik romlar kerak edi, o'rnatib bera olasizlarmi desam, ha, o'rnatib beramiz. Qayerda manzilingiz joylashgan? Ha, falon joyda joylashgan. Bo'ldi, sizga zamerchilarimiz jo'natamiz, ya'ni romlarni o'lchaydigan mutaxassislarimiz jo'natamiz, o'lchab kelishadi. Shunga qarab narxlarni chiqarib beramiz deyshotdi. Men aytdim, bo'pti, mayli, bir o'ylab ko'ring deyapman. Muammo boshlanyapti. Agar kooperator bilan gaplashsangiz, men sizni uyingizga zamerchi jo'nataman, ya'ni o'lchovchi jo'nataman, o'lchaydi, romni necha pulligini hisoblab beradi desa, bu nima degani? Men sizga hozir sotmoqchiman degani. Siz shu tovarni olishingiz kerak, pulingizni tayinlab turing degani. Lekin odamlar hali sizga ishonmagan bo'lsa, uni sotib olishmaydi. Sotib olish uchun nima bo'lish kerak? Oldin ishonch paydo bo'lish kerak. Men aytdim, CJMdan o'tolma hamma qadamlardan shu birinchi qadamni shu yerda o'zgartiramiz dedim. Birinchi qadamda zamerga jo'nataman demaysizlar, so'zni o'zgartiramiz dedim. Nima qilaylik dedi? Diagnostikaga boradi deng. Qanaqa u diagnostika? Sizni uyingizga qanaqa rom to'g'ri keladi? Shuni aniqlab olishimiz uchun mutaxassisimizni jo'natamiz. Diagnostika qilib beradi. Sizga mos kelmagan romlarni mana bunisi mos kelmaydi deb ro'yxatini qilib beradi. Sizga mos keladiganlari mana bunaqa bo'ladi deb aytadi. Mana shu holatda sizga ishxonaga 10 ta odam qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsa, 10 tadan 2 tasi uyga chaqirmaydi, 10 tadan 6 ta, 7 tasi ham chaqirishi mumkin degan gipoteza bilan trenirovka qilib ko'rdik, so'zlarni almashtirdik va natijada bilasizlarmi, rostdan ham uyga chaqirishga rozi bo'lganlar 2-3 barobar ko'payib ketib qoldi. Xulosa, CJM o'zi qadamlari ko'p. Birinchi qadamni o'zida aytilayotgan gapni o'zida uyga chaqirishga rozi bo'layotganlar 2-3 barobar oshib ketadi. Bu degani endi uyga borgandan keyin showroomga kelish ham 2-3 barobar oshadi. Bu degani sizga 5 ta mijozdan bitta sotayotgan bo'lsa, endi 3 ta 4 ta sotib olish boshlaydi. Va bu yerda endi o'zgartirilgan qadamlar rosa ko'p bo'ldi. Hozir hammasini aytib o'tirmayman. Lekin natijada nima bo'ldi bilasizlarmi? Aprel oyida 30 ming dollar oyiga savdo bo'lib turgan joydan iyun oyida, may oxiri hatto, iyun oyining boshida 100 ming dollardan savdo oshib ketdi oyiga. Ya'ni 3 barobarga oshib ketdi. Nimani to'g'irlaganimizda? Sotuv qadamidagi CJMlarni bir necha qadamlarni to'g'irlaganimizda. Aslida bunaqa qadamlar bir 50 tacha bo'ladi. Har birini ozgina to'g'irlab chiqilsa, xodimlarimiz to'g'ri ishlaganini evazidan marketingga, reklamaga ortiqcha pul sarflamasak ham, bizga bo'lib turgan murojaatni o'zidan savdoyimizni 3-4 barobarga oshirib olsak bo'ladi. Chunki bizdan sotib olmayotgan odamlar sotib olishni boshlaydi. Murojaat qiladi, sotib olmay ketib qoladi, ular sotib olishni boshlaydi. Ikkinchidan, oldin sotib olganlar yana qayta sotib olishni boshlaydi. Sizga ishonganlar boshqalarga tavsiya qilishni boshlaydi. Avtomatik ravishda savdolarimiz ko'tarilib ketish boshlaydi. Men juda qattiq ishonaman va ko'p marta guvohi bo'ldim. Agar xodimlarni to'g'ri ishlashini ta'minlasak, tizimlarni to'g'rilasak, marketingga tikadigan pulingiz kamida 5 barobarga tejaladi. Masalan, 10 ming dollar bilan marketing bilan nimagadir erishmoqchi bo'lsangiz, shuni 1000-2000 dollar bilan amalga oshirsangiz bo'laveradi. Sharti butun CJM'ingizda xodimlar to'g'ri ishlashi kerak. Va CJM esa 5 qadamdan bo'ladi. Tanilish, ishonch, sotuv, qayta sotuv, tavsiya. Tanilish qismini o'zida kerakli instrumentlar bor. Ishonch qismida kerakli instrumentdan to'g'rilaysiz. Sotuv qismida kerakli qadamlarni to'g'rilaysiz. Qayta sotuvda kerakli jarayonlarni to'g'rilaysiz. Tavsiyada ham to'g'rilaysiz. Shunda avtomatik ravishda sizni sotuv varonkangiz tezlashishni boshlaydi. Pul aylanma, sirkulyatsiya tezlashib ketishni boshlaydi. Va bu orqasidan siz xohlayotganingizdan ham ko'proq sotuv qilsangiz bo'ladi inshaalloh. Demak, audit qildik, nimalarni to'g'irlash kerakligini bilib oldik. Bilib olganimizdan keyin ana endi raqamlarni qo'yishni boshlaymiz. Varonka prodajangiz bo'yicha siz o'sish nuqtasini aniqlashingiz kerak.
ko'pchilik ko'rgan mana sotuv voronkasi degan narsani. Sotuv voronkasini odatda faqatgina voronkani o'zini ko'rishadi. Masalan, 100 ta odam murojaat qilgan, shundan 50 tasi ofisga kelgan, shundan 30 tasi proba qilgan, shundan 15 tasi sotib olgan degan voronkani o'zini ko'rishadi. Lekin juda kamchilik shu voronkada har bir etapida nima instrumentni joriy qiluvdim-u, raqam o'zgardi tepada. 100 ta emas, 200 ta odam murojaat qilishni boshladi. Pastida nima instrumentni o'zgartirdim-u, 50% odam emasdi, 60% odam ofisimga kelishni boshladi. Undan keyin qadamda nimani o'zgartirdim-u, proba qiladiganlar oshdi. Undan keyin nimani o'zgartirdim, nima instrument bilan joriy qildim, savdo oshdi. Mana shu narsani juda ko'pchilik biznesida o'lchab bormaydi. O'rtoqlar, voronkani ko'rib turganingiz zo'r, lekin voronkani har bir qadamida, qaysi qadamida nima instrument, nima jarayon, nima mashqlar siz sotuvingizga ta'sir qilyapti, buni doim o'lchab borishingiz kerak. Agar buni o'lchab bormaydigan bo'lsangiz, o'zi shu bu yil biz kartoshkani ekish uchun chuqurroq kavlovdik, kartoshkada hosilimiz zo'r bo'lib ketdi deydi sotuvchilaringiz. Ya'ni, ha biz endi zo'r ishladik-da, shuning uchun savdo zo'r bo'ldi deydi. Yoki savdo bo'lmay qolsa, ha bizga yetarlicha lead bermadingiz, o'zi bozorda savdo tushib ketdi, shuning uchun savdo bo'lmadi deydi. O'rtoqlar, har bir savdo bo'lish bo'lmasligiga ta'sir qiladigan instrumentlar, omillar bor. Siz qaysi instrumentni joriy qilganingizda necha pul sarfladingiz, necha pulga pulingiz ko'paydi, doim tekshirib boring. Mana shunda voronkani haqiqiy tekshirayotgan bo'lasiz. Demak, shu orqali biz o'sish nuqtalarini aniqlab olsak bo'lar ekan, qaysi instrumentni joriy qilsak, savdoyimiz 2-3 barobarga oshishini ko'rib borib turishimiz mumkin. Keyingi instrumentimiz. Maqsadlar doim yangilanib borish kerak. SSP degan jadvalimizda biz qancha odam bir yilda bizga murojaat qilish kerak edi? Qancha odam bizga ofisimizga kelish kerak edi? Qancha odam mahsulotimizni sinab ko'rish kerak edi, tatib ko'rish kerak edi, kiyib ko'rish kerak edi, olib ko'rish kerak edi, qancha odam pul to'lash kerak edi, qancha odam yana qayta pul to'lash kerak, qancha odam tavsiya qilish kerak? Bir yil davomidagi raqamlarni yoza olamiz. Endi u har oy qanaqa bo'lish kerakligini ko'rib turishimiz kerak. Har kuni qanaqa bo'lishini ko'rib turishimiz kerak. Mana shu orqali biz qachondir savdolarimiz tushib ketayotgan bo'lsa, savdo mana shu kun tushib ketibdi, mana bugun tushib ketgan bo'lsa, ertaga chorani ko'rishimiz kerak. Imkoni bo'lsa o'zi bugun chora ko'rishimiz kerak. Odatda nima bo'ladi ishxonalarda? Savdo tushib ketadi, bir haftalab, 2 haftalab savdo tushib ketadi. Oy oxirida bilinadi savdo tushib ketganligi. Chunki hisobotda oy oxirida olasizda, har kuni ko'rib tura olishingiz kerak. Chunki ishxonada odamlar bilan ishlaydigan ishxona bo'lsangiz, odamlarning kayfiyati bo'lmaydi, kim bilandir urushib qolgan bo'ladi, qanaqadir sabablari bo'ladi, birdaniga yomon ishlab ketish boshlaydi. Yaxshi ishlay olish uchun siz raqamlarni ko'rib, mana bu raqam tushib ketibdi, davay, HR bu yoqqa kel, bularning kayfiyatini ko'tar. Marketing kel, leadlarni ko'paytirib ber. Sotuv bo'lim boshlig'i kel, sotuvchilaringni tarbiyala, trenirovka qil, o'qit, motivatsiya ber, o'rgat, yangi instrumentlarni o'rgat, uslublarni o'rgat. Har biri bo'yicha mashq qildirish kerak. Agar siz maqsadlaringizni raqamda belgilay olmagan bo'lsangiz, u orzuligicha qolib ketadi. Shunchaki zo'r sotuv bo'lsa bo'ldi deb turasiz. 4-instrument. Sotuv texnikasi. Sotuv texnikasida bir yo tomondan oldin bilib olamiz. Sotuv texnikasida mana bo'yiga qarasangiz, nimaga shu mahsulotni sotib olish kerak, nimaga bizdan sotib olish kerak, nimaga hozir sotib olish kerak degan 3 ta savol bor. Shu 3 ta savolga javob bera olsangiz, mijozda sizdan sotib oladi. Faqat bitta muammo bor. Bunda siz faqatgina mahsulot haqida gapiradigan bo'lsangiz, o'zingiz xizmatingiz haqida gapiradigan bo'lsangiz, hech kimga qiziq emas. Qiziq bo'lishingiz uchun nima haqida gapirishingiz kerak, bilasizmi? Mijozingizni puli haqida gapirishingiz kerak. Puli ko'payishi, puli tejalishi, mijozingizni sog'lig'i haqida gapirishingiz kerak. Uni asabi tejalishi, sog'lom bo'lishi, xavf bo'lmasligi, xavfsizligi. Uchinchisi, mijozingizni obro'si, munosabatlari haqida gapirishingiz kerak. Aka-ukaning orasidagi munosabatlar, ota-onaning orasidagi munosabatlar, kollektiv oldidagi obro', mahalladagi obro', qudalar oldidagi obro', mijozingizni odamlar bilan bo'ladigan mavqelari, munosabatlari, obro'lari haqida gaplashsangiz, ana endi bularga qiziq. Sizni mahsulotingiz, xizmatingiz mijozingizni obro'siga qanaqa yaxshi ta'sir qiladi? Puli ko'payishiga qanaqa ta'sir qiladi? Sog'lig'i xavfsiz bo'lishiga, sog'lig'i tiklanishiga, sog'lig'i doim ushlab turinishiga qanaqa ta'sir qiladi? Shu haqida gaplashishingiz kerak. Siz bilan ishlasa, sizni ishxonangiz bilan, sizni kompaniyangiz bilan ishlasa, pul qanaqa yutadi? Siz bilan ishlamasa, pulda nima yutqazadi? Siz bilan ishlasa, obro'da qanaqa yutadi? Siz bilan ishlamasa, sog'liqda qanaqa yutqazadi? Shu mahsulotni olsa, obro'da qanaqa yutadi, pulda qanaqa yutadi, sog'liqda qanaqa yutadi? Siz bilan ishlamasa, sog'liqda nima ketadi? Pulda nima ketadi? Obro'da nima ketadi? Aynan hozir olsa,
obro'sida nima yutadi, sog'lig'ida nima yutadi, pulida nima yutadi. Hozir olmasa, sog'liqda nima yutqizishi mumkin, pulda nima yutqizishi mumkin, obro'da nima yutqizishi mumkin. Shuni kerakli gaplarni funksiya, foyda, logika, emotsiya qilib yozib chiqasiz. Ha bu qiyin bo'lib ketar ekan bu desangiz, qani. Shu orqali sizni xodimlaringiz, mahsulotingiz, xizmatingiz mijozlarga nima foyda berishini to'liq tushunadi. To'liq tushunmagan sotuvchi esa bemalol sota oladi. Hech e'tibor berganmisiz? Biznesingizdagi eng zo'r sotuvchi kim? Sizni biznesingizda. Bilasizmi kim? O'zingiz. Nuqul sotuvchilaringizdan ko'ra zo'rroq sota olasiz. Nuqul ulardan ko'ra yaxshiroq ishontira olasiz. Bilasizmi nimaga? Chunki sotuvchilaringizdan ko'ra mahsulotingiz va xizmatingizni siz yaxshiroq bilasiz. Ko'proq ishonasiz, yaxshiroq bilganingiz uchun. Endi siz aytasiz, mahsulotni o'rganlaring, sotuvni o'rganlaring, shunaqa sotsalaring bo'ladi-ku deysiz. Aka, opa, bu mahsulotni ular hech qachon sizchalik bilmaydi. Chunki siz eng boshidan beri uni bilasiz. Ana endi siz ularni sizdagi eng yaqinga keltiradigan holatingiz nima? Mana shu sotuv jadvalini to'ldirib, ichidagi gaplarni, ya'ni siz bilan ishlasa mijoz nimalarda yutadi? Funksiya bo'yicha, foyda bo'yicha, emotsiya bo'yicha, fakt bo'yicha, mantiq bo'yicha nimada yutadi? Shularni yozib, chizib bermasangiz, ular sizdagi hech qachon mahsulot haqida o'rganib olmaydi. Chunki siz uxlayotganingizda ham mahsulot haqingizda o'ylab, uyg'onganda ham mahsulotingiz, xizmatingiz haqida o'ylaysiz-da. Lekin xodimlaringiz unaqa bo'lmaydi. Ishdan ketgandan keyin boshqa narsa haqida o'ylaydi. Faqat ishga kelganida sotayotgan paytida o'ylab qo'yishi mumkin. Shunda ham faqatgina siz aytgan ma'lumotlarnigina biladi. Ma'lumotlarni siz bermasangiz, sotuv bo'limingiz rahbaringiz bermasa, maxsus xodimlaringiz yozib bermasa, sotuvchilar o'zidan o'zi o'tirib olib, Wikipedia'ni qidirib, Google qidirib, ChatGPT'ni qidirib yoki mahsulotingiz kitobini o'qib o'zi o'rganib chiqmaydi. 99% holatda unaqa emas. Bo'lishi mumkin 1% o'zi qidirib, o'zi o'rganib, o'zi oldinga yuradigan. Bilasizmi nimaga o'zi o'rganyapti? Chunki shunaqa biznes o'zi u ochmoqchi bo'ladi kelajakda. Shuning uchun u yaxshilab o'rganayotgan bo'ladi. Aka, opa, agar siz biznesingizdagi sotuvchilaringiz siz xohlagandek sotishini xohlasangiz, mana shu sotuv texnikasi jadvalini to'ldirtirib, ularga berishingiz kerak, o'rgatishingiz kerak. Agar kimdir bu narsani men qanaqa shu jadvalni olaman, qayerdan olsam bo'ladi desangiz, videoni oxirigacha ko'rsangiz, men shu jadvalni siz olishingiz uchun maxsus link qilib sovg'a qilib qo'yaman. Qayerdan olishingizni, qanaqa olishingizni tushuntiraman. 5-qadam, biznesingizda doim qayta sotuvlar uslubini ishlatishingiz kerak. Chunki bizneslar birinchi sotuvdan boyib ketmaydi. Bir marta sotib oldi mijoz, u yana qayta sotaversa, boshqalarga tavsiya bersa, boshqalarni chaqirib kelsa, mana shunda biznes boyiydi. Uning uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda siz mijozlaringizni bazasini yuritishingiz kerak. Kim sotib oldi, nima sotib oldi, nima uchun sotib oldi, nimasi yoquvdi yoki kimdadir nimasi yoqmadi. Ikkinchisi, siz mijozingizga u kutgandan ko'ra ko'proq nimani beruvdingizki, u juda ham shundan hayajonlanib, emotsiya berilib, bo'ldi olaman dedi. Bu nima degani? Ko'proqni kutish. Bozorga semichka olgani borsak, yoshligimizda bizaga stakanga, varonkaga shuna solib berishardi, semichkani ustidan yana qo'lda olib solib berishardi. Ya'ni bizning yoshligimizda semichka misol uchun bir stakani 100 so'm bo'lgan bo'lsa, 100 so'mga bitta solishardi, yana ozgina bir siqim solishardi. Bu kutganidan ko'proq berishga yaqqol misol bo'la oladi. Meva olsangiz 1 kilo meva berishadi, misol uchun ustiga olma oluvdingiz, yoniga bitta mandarin qo'shib qo'yishdi. Mana shu kutganidan ko'proq berish. Agar siz mijozingizni nimanidir taklif qildingiz, necha pulgadir kelishdingiz, shu narsani qilib berdingiz, ustiga yana qo'shimcha nimadir berib qo'ysangiz, keyingi safar katta ehtimollik bilan mana shunga o'xshagan xizmat, mahsulot kerak bo'lsa, ular sizga qaytib keladi. Va kimgadir kerakligini bilsa, sizni tavsiya qiladi. Doim mijozlarga kutganidan ko'proq berishga harakat qiling. Uchinchisi, oldin sotib olgan mijozlaringizga vaqti bilan aloqaga chiqib turing. Hol-ahvol so'rang. Holat yaxshimi, hammasi yaxshimi, nimadir kerakmi, nimadir yordam kerakmi, xizmatingizda, mahsulotingizda, boshqa narsada havorab turish, iliqlikni paydo qilish, yana shunaqa xizmat kerak bo'lganda sizga murojaat qilishlariga eslatadi. Doim mijozlar bilan munosabatda ushlab turish kerak. 5-si, yangi mahsulotingiz bor, qo'shimcha xizmatlaringiz bor, qanaqadir bepul yoki juda arzon yoki pulli xizmatlaringiz bor, ularni borligini eslatib turish kerak, bildirib turish kerak. Agar borligini bildirmasangiz, mijozlaringiz doim haqingizda o'ylab yurmaydi. Nimadir olish kerak bo'lsa, sizdan olish kerakligi esdan chiqib qoladi. Eslatib turish uchun munosabatda ushlab turamiz. Shu xizmatlaringiz joriy qilinganda, shu narsalar bo'yicha muammolarni yechib berishingizni aytasiz. Faqat gapingiz bilan qolish kerak emas. Bizda yangi mahsulot chiqdi, oling, sotib oling emas.
Agar mana bunaqa narsalarda qiynalayotgan bo'lsangiz, shu narsalarni yechib beradigan xizmatimiz bor. Agar bunaqa narsada sizni muammoyingiz bo'lsa yoki vaqtingiz yetmayotgan bo'lsa yoki mana bunaqa joylarda safarlar uyushtirayotgan bo'lsangiz, mana bunaqa xizmatimiz bor, mahsulotimiz bor, shunda yordam bera olamiz. Yordam bera olamiz shaklida bo'lishi kerak. Va taklifingiz shunaqa bo'lishi kerakki, bizni davomasangiz ham mayli. Mana shu narsani qanaqa qilinishini bilib oling, shu xizmat qanaqa bo'lishini bilib oling, shu narsani bitta ko'ring, qayerdan olsangiz ham mana shunaqasidan olsangiz baraka topasiz degan xabar bilan, shunaqa messej bilan har doim chiqishingiz kerak. Shunda mijozlarni qo'rqitib yormaysiz, hurkitib yormaysiz, ularni oldiga o'zingiz mahsulotingizni chiroyli qilib yetkazib berasiz. Qo'rqitib yormaslik kerak mijozlarni. Sotuvlarimiz oshish uchun, demak, qilishimiz kerak bo'lgan 6-qadam. Sotuv bo'limini ishlarini doim nazorat qilib borasiz, to'g'ri ketishini ta'minlaysiz. Bundan 2-3 yil oldin Toshkentga Jordan Belfort keldi. Wall Street eshitgansizlar, Wall Street bo'g'risi degan kinolar ishlab chiqarilgan, u haqida Leonardo DiCaprio o'ynagan. Hilton mehmonxonasida kechqurun soat 11 dami yopiq dars bo'lyapti. O'sha yerda savol berishdi. Jordan, nima qilgansizki, jamoangiz zo'r ishlagan? Shunaqa sotuvlar qilgan. Nima qilgansiz degan savol berishyapti. U aytadi, har kuni qiladigan ikkita ishim bor edi. Birinchisi, doim har kuni 20 minut nimadir yangi uslub o'rgatganman sotuv bo'yicha. Yangi uslub, yangi qoida, yangi qanaqadir mashg'ulot, yangi sotish texnikasini o'rgatganman dedi. Ikkinchisi, har kuni 20 minut motivatsiya berganman dedi. Har kuni qiladigan ikkita ishi bor ekan. Yangi uslub o'rgatar ekan, motivatsiya berar ekan ishchilariga. Yangi uslub o'rgatar ekan, motivatsiya berar ekan. Men deydi, kunlik ishim shu ertalabki 1 soatim deydi. Kelaman, yangi uslub o'rgataman, motivatsiya beraman. Yangi uslub o'rgataman, motivatsiya beraman. Har kuni shuni qilganman dedi. Shuni orqasidan bugun yangi o'rgangan uslubini qo'llaydi, boya ertalabki berilgan motivatsiyam bilan. Bo'ldi, kunning oxirigacha u uslub eskiradi, uje u narsani foydalangiz kelmaydi. Ertasi kuni yana yangi uslub o'rgataman, yangi motivatsiya beraman, yana shu narsani qo'llashadi. Har kuni yangi doza berib turganman dedi. Men o'zim uchun xulosa qildim, demak, xodimlarga bittada hamma narsani o'rgatib tashlash mumkin ekan, yoki ko'p narsani har kuni bo'lak qilib o'rgatish mumkin ekan. Shunda xodimlar zerikmas ekan. Mijozlar ham xuddi shunaqa ekan. Agar har kuni bir xil sotuvlarni eshittirsa zerikar ekan, har kuni har xil uslublar bo'lsa, zerikish kamayar ekan. Xulosa, sizni sotuv bo'lim boshlig'ingiz, Rob, rukovodитель del продаж, doim xodimlariga nimadir yangi narsa o'rgatish kerak. Doim xodimlarni har kuni bir mahal yoki 2 mahal ruhlantirish kerak. Chunki ularga shijoat kerak, energiya kerak. Shu bilan sotish uchun. Lekin mana bunaqa qilmasdan, faqat motivatsiya berib qolmasin, hech narsa o'rgatmasdan. Albatta nimadir o'rgatsin, motivatsiya bersin. Ya'ni biror go'sht bersin, sok bersin, suv bersin. Sok bersin deya haqorat qilsin emas, suv bersin. Ichadigan sharbat bersin dolba. Ya'ni go'sht va suv har kuni kerak. Nimadir o'rgatish va motivatsiya har kuni kerak. Ana shundan keyin sotuv rejalarini qo'yib, ularni qanaqa ketayotganini tahlil qilib, rahbarga topshirib, hamma ishni shu CRMlarda olib boradimi, jadvallarda olib boradimi, qayerda olib borsa ham shu ishlarni doim sirkulyatsiyasini doim nazorat qilish kerak. Bir kun bo'lmasa ham yangi narsa o'rgatmasa, bir kun bo'lmasa ham unga motivatsiya bermasa, qo'yayotgan rejalaringiz, amalga oshirayotgan mana bu sotuvlaringiz, ularning tahlillari ishlamay qoladi. Doim shu 5 ta narsani nazorat qilib borishingiz shart. O'zi sotuv bo'limi tarkibi qanaqa bo'ladi? Shu haqida ham bitta gaplashsak. Sotuv bo'limi agar mijozlaringiz masalan oyiga 5 ta, 10 ta bo'lsa, bitta sotuvchingiz o'zi gaplashib, o'zi telefonda gaplashib, o'zi встреча qilib, uchrashuv qilib, o'zi sotishi mumkin. Lekin oyiga yuzlab mijozlar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, siz sotuvchilaringizni o'sha tarkibini o'zgartirasiz. Mana odatda qanaqa bo'ladi? Qurilish kompaniyalariga murojaat qilsanglar, zo'r kompaniyalarga. Telefonda boshqa odam gaplashadi. Umuman boshqa odam gaplashadi. Misol uchun aytaylik, Madina degan bir sotuvchi kol operator gaplashadi. Sizni ofisga chaqiradi. Ofisga kelganingizda boshqa, masalan, aytaylik, Shahnoza degan boshqa ofis menejer kutib oladi, siz bilan ishlaydi. Tushuntiradi, ko'rsatadi, ma'lumot beradi, boshqa qiladi. Keyin to'lovga o'tkazayotganida yana boshqa xodimga o'tkazishadi. Sotib bo'lgandan keyin to'lovni olish, oyma-oy to'lovlarni olish, yana boshqa masalalar bo'lsa siz bilan gaplashish masalasida boshqasi gaplashadi. Ya'ni sotuvchilarni qadamlarga bo'lib olish, konveyer qilib olishgan. Shunda har bir sotuvchi o'zini vazifasi bilan shug'ullanadi. Chunki boya aytganimizdek, ovchi sotuvchilar bo'ladi. Olmayman, menga bu xizmat kerak emas, bu mahsulot kerak emas desa,
Yo'q, sizda mana bu og'riq bor. Shu og'riqqa yechim mana shu xizmat bo'ladi deb chaqirib oladigan ovchi sotuvchilar bo'ladi. Endi ovchi sotuvchilar olib kelib bergandan keyin ular bilan fermer sotuvchilar ishlaydi. Ularga olib keldingiz, masalan, qirlarda, qishloqlarda ko'p uydan chiqadigan podadagi qo'ylar, sigirlarni olishadi-da, tog'larga, qirlarga olib chiqib ketishadi. Bu yerda cho'ponlar, masalan, 1000 ta qo'y olib chiqib ketsa, bitta bahorda olib chiqib ketsa, aytaylik, kuzgacha u 1000 tani 1,5 mingta qilib tushadimi, 1800 ta qiladimi. Chunki qo'ylar tug'adi, bolalarni olib qiladi. Ya'ni fermer vazifasi bor, berilgan resursi yaxshi parvarish qilish. Ana endi fermer sotuvchilar nima qiladi desa, ovchi sotuvchi olib kelib bergan mijozni fermer sotuvchi bilan yaxshi gaplashib, обработка qilib, kofe choylarni berib, sovg'alar berib, unga emotsiyalar berib, har xil narsalar bilan uni olib qolishga harakat qiladi, обработка qilib, pulini boshlang'ich to'lovini olishga harakat qiladi. Shu boshlang'ich to'lovdan keyin undan keyin to'lov bilan ishlaydigan boshqa xodimlar ishlashni boshlashadi. Siz ham konvert qilib olishingiz kerak ekan. Sotuvchilaringizni ajratishingiz kerak ekan. Kim sotuv bo'limi boshlig'i hammasini nazorat qiladi, kim ovchi sotuvchilar, kim fermer sotuvchilar, kim to'lovlar bilan shug'ullanadigan sotuvchilar. To'lov bilan shug'ullanadigan bilan fermer sotuvchilar bir xil bo'lmaydi, chunki fermer sotuvchilar juda ham yumshoq bo'ladi. Nima imkoniyatlar bo'lsa unga yasab berishga harakat qiladi. Lekin to'lovdagi qat'iy bo'lish kerak. Jahldor bo'lish kerak emas, lekin qat'iy bo'lish kerak. To'lov kechikyaptimi? Hurmatli mijoz, siz to'lov aytingiz bo'ldi. Рассрочка yo'lgan mahsulotlar bo'lsa-da, shuni eslatib qo'ymoqchi edim. Bugunga to'lov qilib keta olasizmi? Ertaga to'lov qilib qo'ya olasizmi? Mana shunaqa qat'iy ravishda uni eslatib pulni tushishini ta'minlash kerak. Demak, sotuv bo'limimiz to'g'ri ishlash uchun kimdir mijoz topar ekan, kimdir unga g'amxo'rlik qilar ekan, kimdir pullarni tushirar ekan, kimdir uni rahbarlik qilar ekan. Mana shu hammasini birlashtiramiz. Endi 50 ta sotuvchi bo'lsa-chi desa, bu yerda team leadlarni qo'yasiz. Ya'ni bitta rob bo'lsa, aytaylik, bitta robda 50 ta sotuvchi bo'lsa, 50 ta sotuvchini boshqarish qiyin. Rob, ya'ni sotuv bo'lim boshlig'ida o'zida qariydigan 5 ta, 6 ta, 7 tagacha team lead bo'ladi. Ya'ni jamoa boshliqlari, jamoa liderlari bo'ladi. Shu jamoa liderlarida yana o'zini kichkina komandalari bo'ladi. Shu orqali hammani nazorat qilsa bo'ladi. Ba'zilarda bo'ladi, bitta rob 50 ta sotuvchini boshqaraman deydi, boshqara olmaydi. Hammasini e'tirozini eshitib chiqish, noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa tekshirish, tahlil qilish vaqt yetmaydi. Fiziki vaqt yetmaydi. Istagan odam uzoq bilan 7-8 tagacha odamga kuchi yetadi. 50 ta odamga aniq kuchi yetmaydi. Shuning uchun tavsiya beraman, agar siz sotuv bo'limlaringizda bitta rob 50 ta odam boshqarayotgan bo'lsa, unaqa qilmanglar. Bitta robda ko'p team leadlar qo'yasiz, 5-6 ta, o'sha 5-6 ta team leadda hammasida 5-6 tadan odam bo'ladi. Mana shunaqa iyerarxiya qilib tashlaysiz. Shu orqali sotuv bo'limingizni to'g'ri qurasiz bo'ladi. Mana shu bo'limlarni hammasini yaxshi qilib qurib qo'ymasam, tizimli boshqarmasam nima sodir bo'ladi degan savol bor. Hammasi yaxshi ketadi shundoq ham. O'rtoqlar, tez oralarda WTO degan tashkilot, World Trade Organization, Jahon savdo tashkiloti degan gaplarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Shuni integratsiya bosqichlari bor. O'zbekiston shu WTOga kirishi u yoq bu yoq degan integratsiya bosqichlari bor. Integratsiyaning bir necha qadamlari bor. O'sha bir necha qadamini biz uje 60-70% bosib o'tib bo'ldik. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qadamlar bosib o'tdik. Uje qolgan bo'lsa bitta ikkita qadam qoldi. Shu bitta ikkita qadamdan bosib o'tsak bo'ldi. Rasmiy ravishda bizga jahondagi bizneslar, tizimli ishlab kelayotgan katta brendlar, bizneslar hammasi yopirilib kirish boshlaydi. Bu ishlab chiqarish bo'ladimi, bu xizmat ko'rsatish bo'ladimi, bu nima biznes bo'lsa hammasi kirish boshlaydi. Bunda nima bo'ladi bilasizmi? Agar ular 50 yildan beri biznesni tizimlashtirib, tartibli ishlab yurgan bo'lsa, qanaqa qilib 20 ta ishchi bilan emas, 6 ta ishchi bilan siz qilayotgan оборотda yurishi mashq qilib bo'lgan bo'ladi. Bu degani, xuddi sizdagi biznes kirib qolsa, siz bitta biznes qilib turuvdingiz 20 ta xodim bilan, xuddi shunaqa biznes kirib qolsa, endi 6 ta xodim bilan ishlaydi. 20 ta emas, 6 taga pul to'layotgancha 14 ta xodim oyligi yoniga qoladi. Shu oylikni u o'zini foydasi deb hisoblab turib, o'zining narxini shuni tushirib qo'yadi. Siz bir xil ravishda ishlab turgan joyingizda u optimizatsiya bilan ishlayotgani uchun, effektivniy, samarali ishlayotgani uchun narxini pastroq qo'ya oladi. Mana bu o'rtada marja kamayadi. Siz agar pasaytirsangiz, bu 20 ta xodim bilan deyarli sizga foyda qolmaydi. Nima sodir bo'ladi? 1 yil, 2 yil ozgina chidamoqchi bo'lasiz-da, keyin o'yindan chiqib ketib qolasiz. Shunaqa bo'lmasligi uchun nima qilish kerak bilasizmi? Nima qilsak, ishxonamizda hamma ishga odam yollab tashaverib, ishni qilsa ham, qilmasa ham ish vaqtini 30% sarflasa, 70% ga ham pul to'lab, 100 so'm pul to'lasak, 100% ish uchun pul to'laymiz-ku. Lekin xodimlar o'zini
vaqtini ishxona uchun qanchasini sarflaydi O'zbekistonda odatda? 30%. Agar siz xodimlaringizni 30% emas vaqtini 70, 80, 90% ishga sarflaydigan qilib trenirovka qilmasangiz, tizimlar qurmasangiz, standartlar qurmasangiz, vaqtini 90% ishga sarflaydigan komandalar bilan kirib kelishni boshlashadi. Va evaziga ular xodimlardan tejayotgan 3 barobar pulini evaziga narxni arzonlashtira oladi. Chunki shu boyaga tejalayotgan pulni foyda qilib olib qoladi. Siz u narxni pasaytirsangiz, xodimlarga to'layotgan pulingiz bilan teng bo'lib qoladi, foyda qolmaydi va siz bozordan chiqib ketib qolasiz. Tabriklayman, siz ularga ishlaydigan yaxshi bilimli mutaxassisga aylanasiz. Siz bu yerda biznes egasi edingiz, shu biznesni yaxshi tushunganingiz uchun endi u sizni ishga oladi. Tadbirkorlikdan yaxshi ishchiga aylanib qolasiz. Tabriklayman. Bunaqa bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Ularga dosh bera olish uchun nima qilish kerak? 20 ta ishchi bilan qilayotgan ishingizni qanaqa qilsam 6 ta, 7 ta ishchi bilan qila olayman. Shuni ustida ishlashingiz kerak. Bunaqada ishsizlik ko'payib ketadi-yu desa, yo'q, bu degani siz shunchaki bo'shatib yuborasiz degani emas. O'sha 20 ta ishchingiz bilan qilaverasiz, faqat masshtabni 2-3 barobarga oshira olasiz o'sha xodimlar bilan. Shunda siz katta oborotdan kelayotgan foydada turasiz. Chet eldan kirayotgan odam ham xuddi sizdagi bir xil optimizatsiya bilan ishlayotgan bo'lsa, ana endi unga dosh bera olasiz. Bo'lmasam, ular shunchaki ishlarda, xodimlarda optimizatsiyasini evaziga narxni tushirib turib, siz narxlaringizni sindirib, bozordan chiqarib yuborishadi. Akalar, opalar, hoziroq ishxonamizda nima qilsak xodimlarimiz optimizatsiya bilan, standart bilan, tizim bilan ishlay oladi. Shuni jarayonni boshlashimiz kerak. O'zi bu VTO degan narsa sodir bo'lsa, hamma bizneslar kirib kelsa, qaysi bizneslarga ta'sir qiladi desa, istalgan biznes. Ishlab chiqarish, import eksport, xizmat ko'rsatish, chakana savdo, gurji savdo, hammasiga ta'sir qilish boshlaydi. Ana o'sha payti kech bo'lmasdan turib, hozirni o'zidan 30% vaqtini ishga sarflayotgan xodimlaringizni 90% sarflatadigan mexanizmlarni qurishni boshlashimiz kerak. Demak, 2026-yil mana shu Jahon savdo tashkilotiga, WTOga a'zo bo'lib, hamma yoq ochilib ketib, biznesga kiradigan bo'lsa, nima qilib qo'yishimiz kerak desa, 6 narsani yo'lga qo'yib qo'yishimiz kerak. Birinchisi, bizneslar uchun standartlar, tizimlarni joriy qilib qo'yishimiz kerak. Ikkinchisi, jamoamizni doimiy biz xohlaydigan shakllanadigan xodimlar fabrikasini qurib qo'yishimiz kerak. Bu yerdan bitta xodim kirib ketadi, zo'r sotuvchi bo'lib chiqadi. Bu yerdan bitta xodim kirib ketadi, zo'r marketolog bo'lib chiqadi. Bitta xodim kirib keladi, zo'r moliyachi bo'lib chiqadi. Bitta xodim kiradi, zo'r ish boshqaruvchi bo'lib chiqadi. Bitta xodim kiradi, zo'r texnolog bo'lib chiqadi. Mana shu fabrikani qurib qo'yishimiz kerak. Uchinchisi, bizneslarni raqamlarda boshqarishni boshlashimiz kerak. Dasturlar, jadvallar, raqamlar, reja bo'yicha, fakt bo'yicha qanaqa ketayotganini ko'ra olishimiz kerak. To'rtinchisi, varonkalarni doim qaysi instrumentlar, qaysi jarayonlarni joriy qilganimiz uchun konversiyalar oshyapti, kamayyapti, tizimli ravishda boshqara oladigan bo'lishimiz kerak. Beshinchisi, mahsulotimizni va servisimizni odamlarga yoqimli ravishda bo'ladigan sovg'alar ketma-ketligi bilan tera olishimiz kerak. Oltinchisi, moliyada pul oqimini to'g'ri boshqarishni o'rganishimiz kerak. Chunki juda ko'plab masshtablashayotgan bizneslar pul oqimini to'g'ri yo'lga qo'ymaganda kassiy razrivlar paydo bo'ladi. Yo mahsulotiga pulni yetkiza olmay qoladi, yo xodimlarga oylik yetkiza olmay qoladi, yo partnyorlardan qarz olib turib uni qaytara olmaydi. Shuni evazidan ishonch yo'qolib, o'tdan yo xodimlar ketadi, yo mijozlar ketadi, yo partnyorlar unga tovarlar bermay qo'yadi. Vaqtida o'zini buyurtmalarini bajara olmagan uchun mijozlar qayta sotib olmaydi va sekin masshtablashayotgan biznes ya'ni chirib bankrot bo'lib qoladi. Mana shu 6 ta narsani biz to'g'ri boshqarishni o'rganib olishimiz kerak. Ana endi shu narsalarni boshqarsa nima bo'ladi desa, sizni biznesingiz karra oshishni boshlaydi savdolar. 2, 3, 5, 8, 16 barobargacha oshib ketishi mumkin. Endi shu bilimlarni o'rganib, o'zini biznesida qo'llab, o'zini ishlarida qo'llab, manfaat topganlar bormi desangiz, ha. Mana bu ro'yxatdagilar hammasi shu instrumentlarni o'rganib, o'zlarining ishlarida qo'llab, yo vaqtlarini unumli foydalanishni o'rganishgan, yo pullarini to'g'ri boshqarishni o'rganishgan, savdolarni ko'tarishni o'rganishgan, tartibli ishlashni o'rganishgan. Shu ro'yxatdagi hammalariga bu instrumentlar zo'r foyda bergan. Bularning ba'zilari ishlab chiqarishda, ba'zilari xizmat ko'rsatishda, prodyuserlik sohasida, trikotaj sohasida, plastik, alyumin ishlab chiqarish sohasida, o'quv markaz sohasi, xususiy maktablar, umuman olganda har bir sohadan vakillar bor, hammasiga foydasi tekkan.
Sizda savol tug'ilishi mumkin. Yaxroq xo'ja, ha bu bular o'rgangan bo'lsa, biz ham o'rganaylik, qayerdan o'rganamiz? O'rgansak bo'ladimi desangiz, bo'ladi. Shaxsan o'zim Ahroq xo'ja Rahmatxo'jayev tizimchiman degan kursni yo'lga qo'yapmiz. Unda siz moliya, marketing, sotuv, boshqaruv bo'limlarini qanaqa qilib to'g'ri tizimlashtirib, yo'lga qo'yib, ishxonangizdagi savdoni oshirishingiz mumkinligini, hozirgi tartiblarni yo'lga qo'yishingiz mumkinligini o'rganib olasiz. Bu kurs o'zi kimlar uchun? Kichik, o'rta, katta biznesni rahbarlari, boshqaruvchilari, top menejerlari, bo'lim boshliqlari, hatto investorlarga mos tushadi. Sababi o'zi siz pul tikmoqchi bo'lgan biznesingiz tizimli ravishda ishlayaptimi yo'qmi tekshirib olmoqchi bo'lsangiz, shu instrumentlarni ishlatyaptimi yo'qmi qarab ola olasiz. Risklaringiz qanchalik ravishdaligini bilib ola olasiz. Agar siz savdo bo'limingizdagi savdoni oshirmoqchi bo'lsangiz, xodimlaringizdagi "Men hamma narsani bilaman, hech kimga o'rgatmayman" degan yulduzli kasallikka uchrab qolayotgan bo'lsa, shu muammolarni yo'qotib, xodimlarni fabrikasini qurmoqchi bo'lsangiz, ishxonangizni tizimli ravishda boshqarmoqchi bo'lsangiz, bu instrumentlar sizga zo'r qo'l keladi va bu kurs siz uchun. Shu bilimlarni o'rgangandan keyin nima natijaga erishsam bo'ladi desangiz, birinchisi, siz bo'lmasangiz ham, xuddi siz boringizdek xodimlaringiz ishlashi mumkin bo'lgan bilimlarni o'rganasiz, instrumentlarni o'rganasiz. Xodimlarni zo'rini topaman deb qimmatlarni yollab qo'yayotgan bo'lsangiz, yangi endi shu sohaga kirgan, lekin xohishi bor, shijoati borlarni zo'r xodimdagi tayyorlab oladigan xodimlar fabrikasini qanaqa qurishini bilimini o'rganib olasiz, instrumentlarni olasiz, namunalarni ko'rasiz. Siz bo'lmasangiz ham biznes siz boringizda ishlaydigan, o'siradigan mexanizmni qanaqa qurish mumkinligini bilimini o'rganib olasiz. Top menejerlaringizga qanaqa qilib zadacha berib, qanaqa qilib so'rab olishni o'rganib olasiz. Agar operatsionkada yurib charchab ketayotgan bo'lsangiz, Supermen bo'lib ichida pajarniy bo'lib oluvlarni o'chiradigan emas, biznesdan chiqib, atrofga qarab, sizsiz ham shu muammolarni hal qilsa bo'ladigan mexanizmlarni qanaqa qilish mumkinligini ko'rib olasiz. Xodimlaringizga pul yetkaza olmayotgan bo'lsangiz, tovarlarda anta tovarlar olib qo'ygansiz, pulni yetkaza olmayotgan bo'lsangiz, pulni to'g'ri boshqarish mexanizmini, instrumentini o'rganib, ana marketingdagilar 5,000 dollar marketingga bering, 10,000 dollar bering desa, shu berish kerak ekanini bera olmasdan, qanaqa qilib talab qilsangiz bo'ladi, 10,000 emas, 2,000 bilan ham shu narsaga erishish mumkinligini, instrumentlarini o'rganib olasiz. Bizani sizga yana qo'shimcha takliflarimiz bor. Pastda link qo'yamiz. O'tdan ro'yxatdan o'tasiz. Xodimlarimiz sizga aloqaga chiqadi va biznesingizda qaysi muammolar bor yo'q, qaysi instrumentlar joriy qilingan, qilinmagan diagnostika qilishadi. Diagnostika qilib bo'lishgandan keyin nimalarni to'g'rilasa qanaqa o'zgarishingiz mumkin? Shu narsalar o'zi sizga kerakmi? Sizni dardingizga davo bo'ladigan instrumentlarimiz bormi? Biz sizga kerakmizmi? Siz bilan ishlay olamizmi? Bir-birimizga to'g'ri kelamizmi? Aniqlashadi. Agar ha, to'g'ri kelamiz, mana shu narsalarni to'g'rilasa biznesingiz o'sishi mumkin degan xulosaga kelsak, keyin ana birlashib, birgalikda shu bilimlarni o'rganib, siz bilan oldinga qarab yuramiz. Endi takliflarimizda nima narsa qo'shiladi desa, bizda taklifimiz bor. Sizni biznesingizga 10,000 dollarlik xizmatimizni taklif qila olamiz agar bergan vazifalarimizni hammasini kurs davomida o'z vaqtida doim bajarsangiz. Ishxonangizga joriy qilsangiz, o'zimizni komandamiz nomidan sizni ishxonangizga borib turib 10,000 dollarlik ishlarimizni amalga oshirib beramiz. Siz bu joyda 10,000 dollar pul to'lamaysiz. Faqat sharti vazifalarni bajargan bo'lishingiz kerak. Ikkinchisi, siz bilan birga bir nonushta qilamiz. Ishxonangiz haqidagi muammolarni o'rganamiz, case razbor qilamiz, qanaqa o'sish nuqtalari bor, nima qilsak bo'ladi, shular haqida gaplashsak bo'ladi. Uchinchisi, xodimlaringiz uchun master klass o'tib beraman. Moliyami, marketingmi, sotuvmi, boshqaruvmi, qaysi bo'limda nozik nuqtalaringiz borligini aniqlaymiz-da, o'sha bo'lim xodimlari bilan ishlaymiz. Kerak bo'lsa, butun jamoa bilan ishlashimiz ham mumkin. To'rtinchisi, bitta ishongan xodimingizni berasiz, biz o'zimizni jamoamizda 1 oy davomida tayyorlaymiz. Qanaqa standartlar bo'yicha ishlanish kerak, qanaqa tizimli ishlash kerak, biz qanaqa ishlaymiz, shu narsalarimizni o'rgatamiz. Beshinchisi, o'zimizda ishlab yurgan shogirdlardan sizga tanishtirib qo'yishimiz mumkin. Qaysi birlari bilan gapingizga tushib, bir-biringlar bilan ishlay oladigan bo'lsanglar, komandangizga ham olishingiz mumkin. Oltinchisi, mana shu kurs bitiruvchilari bilan bitta klub tashkillashtiramiz va siz klub a'zosiga aylanasiz. Ana endi aniqlashtirib olsak, kimlar bu kursda o'qiy olmaydi, bizni filtrimizdan o'tmaydi, biz ularni chaqirmaymiz. Dangasalar. O'rganadi, eshitadi, zo'r bo'ldi, dars bo'ldi, lekin ishxonasida qo'llamaydi, qo'llamoqchi emas, g'ir dangasa, shunchaki ularni joriy qilmoqchimiz.
kerak emas. Biz ularni qabul qilmaymiz. Ikkinchisi, biznes qilmoqchi emas, shunchaki prosta eshitib qo'ymoqchi, kerak emas unaqalar. Ha, to'g'ri, hozir biznes bo'lmasligi mumkin. Endi kelajakda ochmoqchi mumkin, yaqin orada. Boshqa ishxonada bo'lsa ham qo'llamashga rozi bo'lsa, qo'llamoqchi bo'lsa, mayli, ularni qabul qilamiz. Lekin shunchaki eshitib, shunchaki mazax qilib ketmoqchiman desa, biznes qilmoqchi emasman, biznes ichida bo'lmoqchi emasman, qabul qilmaymiz unaqalarni. Biz o'zini ustida ishlamoqchi bo'lgan, biznesni qo'llamoqchi bo'lgan, biznesini savdosini oshirmoqchi bo'lgan, tizimli ravishda boshqarmoqchi bo'lgan, masshtablashmoqchi bo'lgan, operatsionkadan chiqmoqchi bo'lgan biznes rahbarlari, top menejerlar, bo'lim boshliqlari bilan birgalikda o'sishga tayyormiz. Dars ikki xil formatda bo'ladi. Birinchisi, offline 10 hafta davomida, bir haftada bir martadan bo'ladi. Vazifalar beriladi, vazifalar qabul qilinadi, bir-biri bilan ishlaydi, workshop bo'ladi, ishxonasida qo'llash kerak bo'ladi. Bu birinchi format. Ikkinchi format, men boshqa shaharda yashayman, boshqa davlatda yashayman, offline kela olmayman. Onlayn shaklimiz bor. U onlayn shaklli o'zida ikkita qism bo'ladi. Birinchisi, platformaga yozilgan darsliklar bo'ladi. Siz uni o'rganasiz, ko'rasiz, vazifalarni bajarasiz, darslikka tayyorlanasiz va tayyor kuningiz biz bir haftada bir marta Zoom shaklida suhbat qilamiz. Shu instrumentlarni biznesingizga joriy qilganda nimalarga e'tibor berish kerak? Qaysi joylarda shoshmaslik kerak? Siz joriy qilganingizda nima muammolar paydo bo'ldi? Qaysi joylarni qanaqa to'g'rilasak bo'ladi? Shu haqida muhokama darsi bo'ladi. Ya'ni bilimni, teoriyani o'rganadigan alohida video darsligimiz bo'lsa, Zoom paytida muhokamalar bo'ladi, case razborlar bo'ladi. Sizni biznesingizning ichiga kirib, o'tdagi muammolarni razbor qilishni boshlaymiz. Demak, onlaynning o'zi ikki qism ekan, platformada va Zoom formatda bo'lar ekan. Va o'tdan platformadan darsliklarni, videolarni, vazifalarni, tablitsalarni olib, ishxonangizda qo'llashingiz, joriy qilishingiz kerak bo'ladi. Sizga alohida mentorlar biriktiriladi, mentorlar bilan hafta davomida ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bir haftada bir marta men bilan ko'rishasiz, hafta davomida mentorlar bilan ishlaysiz. Demak, umumiy kurs 10 haftaga mo'ljallangan bo'ladi. Har bitta darsda bittadan bo'limni ko'rib chiqamiz va o'sha bo'limdagi instrumentlarni siz ishxonangizda joriy qilish bo'yicha zadachalar beriladi va bu topshiriqlarni siz bir hafta davomida bajarib, bizga topshirishingiz kerak bo'ladi. Shu orqali biz biznesimizni sekin-astalik bilan masshtablashib, keyingi bosqichga olib chiqamiz. Bizni pastga opisaniyega, kommentariyaga link qo'yib qo'yamiz. Ro'yxatdan o'tasizlar va sizga bizning xodimlarimiz aloqaga chiqib, diagnostika qilishadi. Ishxonangizda moliya, marketing, savdo boshqaruv bo'limlarida qanaqa instrumentlarni joriy qilgansiz, qilmagansiz, nima muammolar bor, nimalarni hal qilish kerak, qanaqa hal qilsa bo'ladi, diagnostika qilishadi. Va siz hech bo'lmaganda, bizning kursimizda o'qiysizmi, o'qimaysizmi, farqi yo'q. Hech bo'lmaganda ishxonangizda nimalarni to'g'rilab olsangiz, yaxshiroq bo'lishini diagnostikadan o'tib olasiz. Agar ha, bo'ldi, mana shu narsalarni birgalikda o'rganamiz, men biznesimga joriy qilaman, o'saman desangiz, sizni o'zimizni jamoada ko'rishdan xursand bo'lamiz. Siz bilan Ahrorxo'ja Rahmatxo'jayev bo'ldi. Hoziroq ro'yxatdan o'ting, diagnostikadan o'ting va birgalikda ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Asror. 2021-yildan beri dars berish bilan ta'lim yo'nalishida faoliyat olib borib kelamiz. 2021-yil Ahrorxo'ja aka Rahmatxo'jayev tizim markaz degan o'quv kurslarida o'qiganmiz va bizani o'quv markazimizni tizimlashtirishga, ishlarimizni yo'lga qo'yishga, o'quvchilarimiz sonini ko'paytirishga va yaxshi rezultatlar qilishimizga juda ham katta foydasi tegan bu dastur. Agar mabodo kimdir foydasi tegarmikin, o'qimaymikin degan xayol bilan turgan bo'lsa, men shaxsan tavsiya qilgan bo'lardim. Juda katta qiymat olasizlar va foydali bo'ladi. Assalomu alaykum. Men ismim Abror, media prodyuserman va biz kompaniyalarga media kontent yaratish bilan shug'ullanamiz. Men oldin o'ylar edim, mediani kreativni tizimlashtirib bo'lmaydi deb o'ylar edim va Ahrorxo'janing shogirdi kelib, meni mediam, kreativlarimni tizimlashtirib bergandan keyin bu narsani iloji bor ekan deb shaxsan endi shogirdlaridan emas, Ahrorxo'ja Rahmatxo'jayevni o'zlaridan o'rganishga ahd qildim va yaxshi qilgan ekanman. Eng yaxshi qarorlarimdan biri bo'lgan. Bu darslardan keyin men o'zimni nafaqat kreativimni, balki sotuv bo'limimni, marketingimni, HR'imni hammasini tizimlashtirib qo'yganman va bu orqali daromadim bir necha x ga oshdi va kimga o'rgangan narsalarimni aytadigan bo'lsam, foydalangan odam hammasi baraka topyapti. Shuning uchun sizlar ham kelinglar, shaxsan o'zlaridan shu instrumentlarni olib, o'qib, kompaniyalarni kara-kara o'stiringlar. Assalomu alaykum. Ismim Sherzod Beknazarov. Hozirda yangi tashkil topgan Yengil sanoatni rivojlantirish agentligida
tadbirkorlarga xorijiy ko'rgazmalarda qatnashish, investor topish, mutaxassislarni jalb qilish kabi ishlarda tizimli yordam berib kelmoqdaman. Tizim markazida o'qiganim menga o'z qo'limdagi ishlarimni ancha-muncha bexarajat yo'llar bilan tizimlashtirib olishga yordam bergan. Barchaga tavsiya qilaman, o'qinglar. O'qish yakunida qo'lingizda tizimlashtirish bilan bog'liq bo'lgan ancha-muncha amalda foydali bo'ladigan instrumentlar to'plami jam bo'ladi. Natijada ishinglarni kam xarajat yoki umuman bexarajat tizimlashtirib olishinglarga yordamchi bo'ladi. Albatta o'qinglar.